Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik işimizin mavzusunda. Kural işletişi bilen diyalogun ornu her vakitte almışıdır. Çavuşan yerim arılıdı, tenişçilikli kim kapalet kılıdı? Mavzulu haber 5. ayının 30. günü Dovitor biti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika 5 burcaklık bina raketadın müdafiye görüş idaresi 5. ayının 30. günü tüncü kıtım sınak kılgan raketanı tutup zerbi bir raketası sınakta galbi kıldı. Hem de o sınak Çavuşan'a kartılgan da bildirildi. Haberlerge qaraganda müşahap deyişidi Amerika Qo'shma Shtatlari 2 dana avtomatga avatib, Çavuşan yerim araligi yaqin suv yuzida harbiy manevr o'tkazdi. O'tgan 3 hafta ichida Çavuşan orqa-orqadan raketa qo'yib berib sinaq qildi. Amerika Çavuşan o'zaro kuch ko'rsatishga boshlaganda yerim orol vaziyatining texmi kaskinlashadiganligidan derak berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump vazifaga o'tirgandan beri Çavuşanga qattiq pozitsiya ko'rsatdi. Jumladan Çavuşanga qurol ishlatish mumkinligini chetga qoqmadi. 4. ayda Reis Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Florida shtati ko'l bo'yi aramgohida ko'rishgandan keyin Aqsaray Çavuşan yadro qurollari masalasini tinch yo'l bilan hal qilishga izlanadi deb ko'rsatgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson 5. ayda Amerikaning Çavuşan masalasini hal qilishga to't qilmaslik prinsipini jakarligani, Çavuşanning siyosiy hokimiyatini o'zgartmaslik, Çavuşan siyosiy hokimiyatini ag'dirmaslik, İki Koreyani birleştirishda tezlatmaslik, 38. paralleldan o'tishga bahona sabab izlamaslik. O'xshashla prezident Trump bir qancha qatam Çavuşanning rahbari Kim Jong-un bilan suhbatlashishga bo'ladiganligini oshkor etdi. Hatto Kim Jong-un Amerikaga taklif qilib suhbat o'tkazmoqchi bo'ldi. 5. ayının o'ttirillarida Çavuşan yadro qurollari masalasi olti taraf suhbatining Çavuşanlik vakili, Çavuşan tashqi ishlar vaziratining Amerika bo'limining boshlig'i Su Shenji, Yevropada bir davlatda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq sobiq vakili Peklin bilan 2 qatam suhbat o'tkazib, shart-sharoit pishib etilgan aman Amerika bilan suhbat o'tkazdiganligini bildirdi. Bu bir yangi boshlanishdan vatandoshim. Hayva qilib kelayotgan qurol ishlatish krizisi, diplomatik yo'llar orqali masala hal qilish. Endi bugungi kun kelganda Amerika bilan Çavuşanning harbiy ishlar bilan bir-biriga popoza ishlatishi, Çavuşan yerim orolning vaziyatini bir so'g'oq bir qiziq olmishib turadigan ahvolga tushirib qo'ydi. Yerim orol vaziyatida tinchlik va dialog haqiqatan rostilla amalga oshamdi. Buningdan burun Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Çavuşan yerim orolida urush portlash mumkinligi 1% bo'lsa-mu bo'lmaydi. Çavuşan yerim oroli o'ttir sharq emas deb ko'rsatgan edi. Masala shuki, Amerika bilan Çavuşan dialog qurishga ma'qul bo'lib, yerim orolning vaziyati bexatarligiga kapolatlik qila olamdi deb savol qo'yildi oxirida.